Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Demak, kech bo'lishiga qaramasdan onlayn efir qilyapmiz. Nega onlayn efir? Chunki aytmoqchi bo'lganlarimizni aytamiz. Hech narsani bir tuzatish, to'g'rilash, qo'shish niyatimiz yo'q. Mana shu oxirgi 2 kun og'riqli xabarlar bilan o'tdi. Bu Mubashshir Ahmad domlaning Turkiyada biroz avvalroq hibsga olinganliklari, keyin ular to'g'risida umuman ma'lumot chiqmayotgani, 4 kun adashmasam o'sha ma'lumot topisha olmagani haqida juda ko'p ommaviy axborot vositalari e'lon berdi. Albatta bu og'riqli. Bashir domla ko'pchilik taniydigan, hurmat qiladigan inson. Qolaversa Fikrat tahliliy dasturining bosh tashabbuskori. Oxir oqibat biz bu haqda avvalroq ham aytmoqchi edik, lekin umuman vaziyat noaniqligi uchun, ya'ni masala nimadaligi, umuman domla qayerdaligi bular aniq bo'lmagani uchun biz bu haqda munosabat bildirmayotgandik. Mana endi Ichki ishlar vazirligining axboroti chiqdi, rasmiy axborot, ya'ni Mubashshir Ahmad domla Jinoyat kodeksining 2 moddasi bilan, ya'ni 244.1 va 244.3 moddasi bilan ayblanayotgani haqida xabarlar chiqdi. Ko'pchilik chatlarda ham yozishdi, Mubashshir Ahmad domla to'g'risida aytasizmi deb. Aytamiz. Biz bu insonni kim deb bilamiz? Yurt qayg'usidagi, millat qayg'usidagi inson deb bilamiz. Aynan mana shunday. To'g'ri, aloqalarimiz 2023-yil uzildi domla bilan. Buni sababi ham oddiy. Ya'ni O'zbekistonda xususiy diniy ta'lim mumkin emas. Mubashshir Ahmad domlaning bundan boshqa faoliyatlari yo'q. Ya'ni nima deydi? Bir umr diniy faoliyat bilan, ta'lim berish bilan shug'ullangan inson. Oliy ma'hadda ishlaganlar, musulmonlar diniy idorasida ishlaganlar. Demak, tabiiy buni obyektiv sababi shunday. Shuning uchun ham ular Turkiyaga chiqib ketgan edilar. Bugun ayrim domlani radikallikda ayblayotganlar aslida o'z faoliyatlarini ham mana shu domla tashkil qilgan Fikratda olib borishgandir, yoki maqolalar chiqqandir Azon.uz saytida. Yoki bugungi kunda mana umuman boshlangandan beri ham deylik, Fikrat tahliliy dasturi umuman diniy mazmunda material tayyorlamaydi. Bu bo'yicha suhbat ham olib bormaydi. Ya'ni bunga aqlimiz yetmaydi. Biz aytamiz, bu domlalarning ishi, din ulamolari, olimlarning ishi. Demak, Mubashshir Ahmad domla Turkiyaga ketganlardan keyin biz umuman diniy faoliyatni to'xtatganmiz. Ammo bu Fikratda avvaldan ham o'zi yo'q edi. Mana shu dasturni bosh tashabbuskori Mubashshir Ahmad domla bo'lganlar. Mana bugun ko'pchilik biladigan o'sha dunyoviy, mana iqtisodiy, siyosiy, ilmiy masalalarda ko'rsatuvlar qiluvchi Fikrat tahliliy dasturining bosh tashabbuskori Mubashshir Ahmad bo'lgan. Nega? Chunki bu millat uchun zarur deb hisoblanardi. Millat uchun olimlarni studiyaga olib kelish, siyosatshunoslar, iqtisodchilar, mana bugun agar e'tibor bersak, sun'iy intellekt sohasida ham biz suhbatlar olib boramiz. Nega? Chunki bu O'zbekiston uchun juda zarur deb hisoblaymiz. Mana shu dasturning bosh tashabbuskori. Va shu inson haqida boshqa nima deyish mumkin? Yurt, millat qayg'usidagi inson. Tan olishimiz kerak, 2023-yildan keyingi faoliyatlar, ya'ni Turkiyadagi faoliyatlar to'g'risida bir narsa deya olmaymiz. Chunki to'g'risi kuzatmaganmiz va baho berishdan ham yiroq bo'lamiz bu masalada. Bu bizga ham emas ularning faoliyatlariga baho berish. Biz birga ishlagan davrimiz haqida aytadigan bo'lsak, hech bir ishini yashirmagan inson. Biror narsani yashirib qilmagan. Biror bir hokimiyat tuzilmalariga intilmagan. Hatto o'sha deputat bo'lish haqida ham gapirsa darhol yo'q deydigan odam edi Mubashshir Ahmad domla. Xo'p. Ayollar ta'limi bo'yicha eng ko'p gapirgan ulamolardan biri. Mo'tadillikda ilg'orlardan, peshqadamlardan deyish mumkin. konstitutsion islohotlarni qo'llab-quvvatlashda birinchilardan bo'lib, hattoki safar asnosida
intervyu bergan odam konstitutsion islohotlar bo'yicha. Masalan 244 prim 3 moddasi, bu haqda endi hamma bilardi, chunki Bashir Ahmad domla endi bu qanday modda o'zi, mana diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish. Endi bu odam diniy odam bo'lgani uchun doim diniy masalada postlar qo'yganlar ijtimoiy tarmoqlarda. Bu bo'yicha sudlanib ham chiqqanlar. Buni ham hamma bilardi, jarimalar ham to'laganlar. Endi bu menimcha shu 1 yil ichida 2 marta sodir bo'lgani uchun bu jinoiy moddaga aylangandir, lekin birinchi modda juda bir xavfli modda sifatida hozir ularga qo'yilgan. To'g'ri, hozir advokatlar ishlayotgan ekan bu mavzuda. Bu bo'yicha hozir ish olib borilyapti deyishdi. Ammo bu insonni 3-4 kun omma oldida ko'rinmaganligi, qayerdaligi aytilmaganligi ham juda ko'pchilikda xavotir uyg'otdi. Nima deyish mumkin? Radikallashib ketdi deb yozishdi-da. Aslida ularga qarshi bo'lgan kuchlar radikallashib ketdi o'zi aslida. Hop. Yana nimani aytish mumkin? Hop. Bo'lmasa aytadiganimiz shu. Bu inson millat, yurt qayg'usidagi inson. Tamam, boshqa gapimiz yo'q. Salomat bo'ling.